Assalomu alaykum. Yaqinlarim, mehribonlarim, bu yana men. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisiz xola? Biz ertalabki nonushtaga o'tirdik. Pirojni qildim kecha mana. Yeganlarga osh bo'lsin. Xo'jayin bilan Umidajon endi keladi. Soat 6dan turib harakat qilib, pechkalarni yoqib, sutlar pishib uyidi. Biz nonushta qilyapmiz. Xayrli tong. Mana shunday kunlarimiz bardavom bo'lsin. Xatmi Qur'onlar o'qitayik, to'y tomoshalar qilayik. Shu Alloh bergan 3 ta yomon farzandimni xo'jayinimman teng qarib, teng yashab, huzur halovatini, rohatini rohatda ko'rib yashashlik nasib qilsin. Yeganlarga osh bo'lsin. Xayr.